Birinchi qism. Bu bir yalang tush. Uçsida qachonla qarasa, to'la yuyilg'indan o'ngib, rangini yo'qotgan bo'g'ma chapan bilan pushqoqlari qirchilib, tizlari oqarib ketgan. Sinchilab qarasa, tegining qiyniq ko'k rangda ekanligini bilgilib bo'ldigan padichilar ishdi. Yana texi bu umrimda mangziga oyoq meyi tegib boqmagan ko'rimsiz xurma oyoq. Shundaqligiga qaramay, chechini qisqa yasitib, saqal burutlarini pokiza qirib, osha abjiq chiqib ketgan kiyimlarga atir chechib, mezlik purab yurgan. Qandoq bo'lib diqqat qilib qoldim, bilmayman. Ish qilib, bir kuni uning chiroyli ilingan tirnoqi bilan qizlarninkidek chiroyli, uzun, suzuk va nozik barmoqlariga ko'zim tushib qoldi. Shuning bilan uni yiliqi kiyimlar ichida tasavvur qilishning to'lim rahimsizlik ekanligini his qilib yetdim. Nima bo'lsa bo'lsin, ish qilib u har kuni yiliqi vayrona kiyimlar ichida edi. Meningcha u shu yasnishlari. Yuyinib tarinib, tirnoq va choch soqollarini to'jiplab yasnishlari. Xushbiroq tartib yurishlari bilan cho'qim millioner bo'lmagandimi, o'rta darajalik boylar. Uni bo'lmaganda balliq saviyaga yetgan bir dehqon oilasining bolasi bo'lishi kerak. Ammo shuning hayron edimki, uning tegi takdini, oilasini, nalardan kelib qolganligini bu yerda hech kim bilmaydi. Mening u haqida bildig'im faqat u bir avtobus shoferi. Ismi Rahmatulloh. Tamaki chekidi. O'zi jimg'ur, lekin kimsiz. Bir kimga tikilib yoki bosh ko'tarib qaramaydi. Ammo chiroyli. Qop-qora bir jup ko'zi, o'smi o'g'risinikidek tom ham qo'shilma qashlari bor. Uning hamma kuni yo'lovchilar avtobusi haydab, bekat-bekatlarga to'xtab, tushib chiqadiganlarga eshikni ochib berib o'tadi. Menmi uni har doim ishga berib kelgicha u haydigan avtobusga chiqqanini ko'raman. Qiziq yeri, bu liniyaning avtobuslari oldidan ochsimi, men faqat u haydaydiganlar birsiga chiqaman. Shunga uning navbatiga ulgurmay qolmaslik uchun uydan cho'qim yarim soat burun chiqaman. Bekatda to'xtagan avtobus shofirining u emasligini bilganda, avtobusga chiqmay, joyimda turaverman. Toki u haydigan avtobus kelgandala, ondan shuningga o'ltirib ishimga boraman. Biroq manzilimga borganda uningga ko'zim qiymay, avtobusdan tushkim kelmaydigan ishlar zinhor bo'lmaydi. Daslibida nemishqa shunday qildiganligimning tegiga yetanmay, uni yaxshi ko'rib qolgan o'xshayman deb o'ylagandim. Lekin undaq emasligi uzoq o'tmay ayon bo'ldi. Shundaq emasmi? Nadimi bir abga shofirni mashinasiga chiqib qo'ygan bilan yaxshi ko'rib qolgan ish ekan. Voy, o seriq chaponli qizni da'vatiman. Ha, sizni da'vatiman. Maochimizning quchig'ida kichik bolasi bor ekan. Yosh bo'lgandikin o'rningizni uningga o'tinib bering ha. Baribir tushliga yeringizga oz qoldik-ku. Uning shu gaplarni menga da'vatganligini bilganimda pokandak esildim. Yuzlarimning qizarg'ini o'zimga ma'lum bo'ldi. Yerga mixlab qo'yilgandek bo'lib qolgan putlarimni tasta harakatlantirib, asta o'rnimdan turdim. Kayfiyatimdagi o'ng'aysizlikni chandurmaslik uchun avval uningga, andin u ishorat qilib ko'rsatgan ayolga qarab sus jilmaydim. Derizdan sirtqa qarab o'ltirib, sizga diqqat qilmay qoptiman. Bu yerda o'ltirib eling-a? Ayol adab yuzidan qisqa takallub qildi. Ammo men o'rnimdan turib bo'lganda, u o'ltirmasa, bo'sh tutmagan o'rnimda qayta o'ltirib olishning o'rni yo'q edi. Ham buningga haqqim bormidi? U o'rindiqni men ya onamning uyidan ekkanmisam. Turibli uningga achchig'im keldi. Avtobusda shuncha jiq odam to'sa, yana kelib qiran yigitlardan nechtisi kerilib o'ltirsa, boshqalarga demay, eshikning yendiki o'rinda o'ltirgan gunoyimga o'rningni bo'shat deb menga so'zlaydi bu maychapan. Tek tushadigan yerimga oz qopdimishmi? Xuddi har kuni mening naga berib, nada turdiganligim, nada tushib, nada chiqadiganligimga diqqat qilib, meni poylab yurgandek. Uning gaplari o'rinliq bo'lib qolmaganda, yo'qlan ishga aralashgani uchun toza bir to'yg'izib qo'ygan ishdi. Lekin xiyollarimning oxir chiqmasda avtobus
men tushadigan bekatga kelib, eg'ir pushuldab to'xtadi. Andin kunjutning ishkidek ishki qanot ishik jaloq qilib ichilib, xuddi menga yo'qol deyotgandek talani ko'zitib qarab turadi. Maychapanning men qaragan qaramaganligini bilmayman. Ishqilib o'sal bir kayfiyatda avtobusdan tushdim. Tushlik tomoq idorada bo'g'ashqa uyga qaytmayman. Kechda ishdan tushib, yana avtobus bekatida saqlashim kerak. Asli qaysi avtobus bo'lsa, uyimning oldiga boradigan bo'lgandikin, xohlagan birasiga chiqsamla bo'ladi. Lekin qachonlardan boshlabkin ko'nib qolgan shu odatim meni yana rahmatulloh haydaydigan avtobusni saqlashga undaydi. Ba'zida udul kelgan birga chiqaveraychi, vaqt isrof qilib nima kapdi deyman. Ammo avtobuslar oldimdan push qurib qo'zg'ilib, g'irildab o'tib ketib qolsa-mu, o'rnimdan qo'zg'almay jimda turman. U haydigan avtobus yetib kelganda kepinakdek yengil, shamoldek larzon qadamim meni shu avtobusning ichiga so'raydi. Avtobusga chiqqandan keyin oldi eshikning yonlaridan o'rin izlayman. Ansiraydiganimmo shu atrofdan bo'sh o'rin chiqmay qelishi. Hech bo'lmagandimi, u o'ltirdigan o'rinning keyin tarafidan bo'sh o'rin chiqib qolsa, o'zimni yig'in maydonining eng oldingi retidan o'rin tekkan rahbardek g'olib sezman. Ish qilib oshundoq. Men xeylidan beri mushundoq bir kasalni yuqtirib oldim. Yeliqi kundagi ishdan keyin yashanganlarni, bola ko'tirib olgan yoki semiz kishilarni ko'rsam, tashabbuskorlik bilan o'rin bo'shtib berishni o'zimga odat qildim. Gerçi egiz boshliq oyoq bilan necha bekatlik yo'lning avtobusda o'ri turish eg'ir kelsa-mu, uning shunday qilishimni xohlaydiganligi yodimga yetib qoldi. Yana texi boshqalarga o'rnimni bo'shtib berib bo'lib, uning menga diqqat qilgan-qilmaganligiga nazarimni og'dirman. Diqqat qilgan bo'lsa, darhol ko'zimni ilib qechib, uning nazariga tutuq bermayman. Agar diqqat qilmagan bo'lsa, behuda ish bo'lgandek ralli bo'laman. Ish qilib ashundoq. Balkim mendan boshqa hech qanday qiz mendek sarang emasdi deb o'ylayman. U bir kun avtobusdan tushib kelayotsam, qasmoq besib ketgan palini sog'ash menga qaradi. Qarasam uzun bo'ldi. Kunda mushu avtobusga chiqadi ekansiz. Bilet kartasi bejirib pul qachlab olsangiz bo'lmamdi. Buningda bak qulaylik bo'ladi. Yana kelib kunda poch pul tayyorlab olaman deb avorchilik tatmaysiz. Uningga sapsilib qaradim. Yana shu pokiz qirilgan eniki, qisqa yastavagan chechi, nur yig'ib turadigan qo'y ko'zlari, tojiknikida qo'shuma qashlari. Andin abjiqi chiqib ketgan eski chopini. Sizning nima qaringiz? Poch pulim yo'q deb sizga tatlamagandimi? G'ujjida kelgan ochiqimga poylamay shu gapni qildim. Biroq aslida undaq degim yo'qdi. Qoldiskansizg'o. Yaxshilik yomonlik deganda sizning ko'z bo'lamdi nima? Bijirmisiz bo'pti? Nima uchun qilsiz? U shundaq deb qo'yib, avtobusning so'l taraf eshigini ichib, lekkida sakrab tushib ketdi. Ondan eshikni xuddi yuzimga yopqanchilik qilib, chaqqida yopdi. Men sal oshirvakinimni his qildim. Shundaqdimi, petimdan tushishni xohlamaydim. Baribir u avtobusdan shiraqlab ketgan edi. Ikkinchi qism. Bizning uy joylashgan O'ltiraq rayonining Qaypash udulida u haydaydigan avtobus liniyasining bosh bekiti bor. O'ltiraq rayon qo'rosidan chiqib, o'ng tarafga 40 metrcha mangsam, shu bekatga borman. Shunga uni bu atrofda to'liq uchratqilib bo'ladi. Atrofdagi do'konchilar, oshxona xo'jayinlari, satrashxonada ishlaydiganlar, hatto baqqollargacha hammasi uni tanisi kerak. Uchrashib qoldik degandimi, shularning orasida ko'proq uchirtatdim. Albatta, dam ilish kunlarimda sirtqi savdo setiq ishlari uchun chiqqanimda shunday bo'ladi. U meni ko'ratdi, salom qilmaydi. Menmi uningga astirtdan diqqat qilatdim. Ammo diqqat qilganimni uning bilib qilishni xohlamaydim. Amalba uningga yaqinroq menib o'tib ketishga tirishatdim. Lekin u yenimdan o'tsa achchig'im keladi. U balki mening ismimni bilmaydi. Ammo men uning ismini Pedigan lag'manxonasining ayol xo'jayini Jiraqdan tovlaganda anglab bilib olgan. Rahmatullah jun! Voy bala! Ma oshqan pulingiz ukam.
Mandaq 15 ko'yliq lag'man yeb, 50 ko'yni tashlab berib ketib tursangiz, bek oson boy bo'lib ketimiz, qarang. Mundaq qilib yurib, bizni yo'lab bo'lolmaysiz. Iling amani. Semiz ayol uning oldiga qo'ygan o'pkidek lig'ildab kelib, yeliqi Maychapan ayolning gaplaridan zo'xlanib kuldi. Ham uning qo'lidan oshgan pulni ilib etib, ayolga qaradi. Mayli emasmi? Doim keldigan bo'lgandan sizlarda turib to'simi bo'laveradi. Keyingi qaytimlarda siz bilan biz bo'lgandan keyin yana hisoblashib olamiz. Jon tanda omonat debdikan. Birimizda qolmasin ukam. Bizga ishonganingizga oltindek ish bo'lmasa. U pisingida kuldi. Shu chaqda uning so'l taraf eziq tishining teshidirek bir tal o'g'ir tishi borligini bayqab qoldim. Yana bir bayqag'inim u kulganda bakli chiroyli bo'lib ketdi ekan. Shunchalik masligim keldi. Yana yuragimning bir yerlari pijjida qilib qoldi. Nafsimning tezlashganini bir oz his qildim. Uningga qarab qaytib qolgan bo'lishi mumkin emas. Biroq u menga lappida qaradi. U qargan hamon qashon qadamlarimni yo'tkab oldimga mangdim. Shundaqdimi xeylidan beri semiz ayol bilan o'ziga qarab turganimni bilib qolgani aniq edi. Balkim satturgandu. Satturdiganligini menmi u menga qayrilib qaraganda ondan tushundim. Dunyoda ne satishlar bo'lgan. Shunga buni pek ig'ir apmi ketmadim. Men oshxonaga tutash talla bozordan savdolik qilib chiqqanimda u allaqachon ketgan edi. Ketganligini bilib turibmi, yana atrofga qarashtirib qoldim. Chunki uning chiroyli qo'y ko'zlarini ko'rib turishni yaxshi ko'ratdim. O'ziga bo'lsa, o'shligim keladi. Mijazning to'ngliqi doim to'qqigandek so'g'uq qarashlardan bezor edim. Shundaq chiroyli ko'zlari bor odam nemishqa undaq mijazi o'sal bo'ldigandu. Yana texi qachonli qarsa o'sha abjaq kiyimlar bilan kimlarga qanchalik havas qilishimizdan qat'iy nazar turmushimiz yanada o'sbita davom qiladi. Bir Maychapanlikning vayrona, ammo pokiza yurishlarga, atir purashlarga, o'g'ir tishin chiqirib kulishiga, so'g'uq bo'lsa-mu jazbilik qarashlarga maftun bo'lib, shaxsiy turmushimni bir chetga qayirib qo'yishga bo'lmaydi-da. Demakchi bo'lganim, mening loyiqim bor. Bizni ikki oilaga cho'nglar tepishtirgan, necha qitimliq ko'rishish, billa tomoq yeb paranglashish jarayonida bir-birimizni yoqtirib qolgan. U-mu yomon emas yigitlardan. Biroq Maychapandek atir purmaydi. Bundaq desam, qildiganiga ishi yo'q, kashkichi Maychapanni izqo'g'lab turab yuradigan o'xshaydi deb kelishingiz mumkin. Lekin u ishlatadigan kuchlik atir avtobus eshigining sirtigacha puraydi. Meningcha, usuliga atir ichadigan odam bo'lsa-mu, bundaq purmamdikin deyman. Ish qilib, u mening nazarimda holiga baxmaydigan yasanchiq modalardan. Zamonaviy desa emas, ko'nichi texa emas. Moda qo'g'lishga puli yo'q sho'rka desam, ortiqlik qilmas balkim. Xo'sh, asli gapga kelsam, loyiqim Maychapandek atir purmaydi. Uningdek qo'shomaqash, o'g'ir tishliqmi emas. Yana uninkidek odamning qarg'isini keltirib, mo'ldirlab turadigan qo'y ko'zlami uningda yo'q. Bari shu, bo'z rangi moyil qisiq ko'z, qancha tarpi qiyniq, quyruqini kuyi yeb ketgandek shalong bir jup qash, donxo'rak o'ksmaydigan siyriq chiroy, puchsal maymoqdek ko'rinadigan qanchalik qushliq burun, asta azroq do'rday, usti nipiz lav, soyda o'sgan maysidek jonsiz, o'skilang sog'ish chash, yana kelib tabiiy budra. Birdan bir bo'ldigan yeri 1.80 m kelgan egiz bo'y bilan kayindan qarsa cho'lponlarga o'xshaydigan qomatli gavda. Birsi to'y qilishga bitishgan loyiqim. Yana birsi men loyiqim shundaqroq bo'lsa deb orzu qiladigan tipdagi odam. Birsining bo'lmaydigan yeri puli va qamlashgan badan shakli bo'lgan bilan chiroyining tayini yo'q. Yana birsining bo'lmaydigan yeri chiroyi va yurish turishi odamning zavqini keltirgan bilan eski palazga yo'ginib yuradigan Maychapan shopur.
bularning oldinqisiga tegiman deb va'da berib qo'yganman. Keyinkisini o jihatdan o'ylash baqmagan bo'lsam-mu, lekin loyiqimning uningdek yasanchoq, hakavur, odamning ko'ziga qarab turib, miyiqida kulalaydigan cho'ng sifat bo'lishni ajoyib orzu qilaman. O'lish tirilishning hammasiga o'zim yozgan asar deb qarabla turadigan taqdir odamning orzusi bilan hisoblashib o'ltirmaydi. Ishqilib, armonga tushliq darmonim yo'qligiga chin pitibdi. Maychapanning yaxshi ko'ngliga yarasha uni nima ko'ringiz deb silkib qo'yganning kiyimga haftasidagi bir kuni odatdagidek u haydagan avtobusga chiqdim. Parcha pul tashlaydigan sanduq yonida turib, so'mkamni xeyli aqtirgan bo'lsam-mu, lekin parcha pul topolmadim. Odatda parcha pul o'ksitmaydigan so'mkamda bugun nemishqa bir qo'yma parcha pul yo'qligiga hayron bo'lib yetib, tunugin oqshom mehmon bo'lib kelgan hammomning bolasiga yenimdagi parcha pulning hammasini berib atganimni yodimga keldi. Ko'nglimdagi umidsizlik chiroyimga tepgan bo'lsa kerak. Maychapan menga qarab miyiqida kulib turadi. Ko'zlarimiz uchrashgan hamon u yenik birini qiqilib qo'ydi. Haj pulingiz bo'lmasa kerak yo'q. Ati to'liqlab qo'ysangiz bo'ladi. Bu gap meni xijillikdan qutqizgan bo'lsa-mu, uning oldida o'sal bo'lganim uchun kesilib ketyapti. U bo'lsa, qaysi kuni karta bejirib pul qachilib ol desam, noch qilib dakkamni beryapmamding. Endi qilar nochilqamni degandek, bo'sh isqirtib, barmoqlarini avtobus yo'liga ritimli urib turadi. Avval pravo ilvolay. Abjaq avtobusga yolvursam chiqmasmini? Xiyolimda uningga shundoq dedim. Xiyol bilan gapni shundoq qilib bo'ldi. Ammo vaqti kelganda uning avtobusiga chiqqan kunlarni eslab kelishim mumkin. Chunki uningda meni o'ziga ram qiladigan taraflar xeyli bor. Men loyiqimdek nima desam, darhol shuni taqlab, og'zimdan chiqqanni hayolshmay oldimda hozir qiladigan yigitlarga qaraganda, Maychapanga o'xshash, po'jangizdek kutmaganda itilib turadigan, mansitmagandek qarashlarga chiroyli kulkisini hamroh qilib, odamni yinda uzoqroq turib olishga amroq qilib qo'ya oladigan yigitlarni yoqtiraman. Biroq mundaq deb Maychapanga tekkil bo'lmaydi. Agar shundoq bo'lib qolsa, boshqalar ering nemish qildi deb so'rab qolsa, ularga ko'cha avtobus haydaydi deyman da. O'zimcha bunday xiyollarni qilib ketganim bilan umuman qiziqmaslik mumkin dedi. Kim bildi? Oldingi qitimli qang'ir tegishishdan keyin meni ko'zimni quyuq chochlari tik turadigan bo'lib ketdimi? Bugungi o'ng'aysiz holatimni ko'rib turib, qapoqlarini suzib, isqirtib o'ltirishimi shu o'shmanlikning dardini chiqargan emasmi? Haj pulingiz bo'lmasa kerak yo'q. Ati to'liqlab qo'yasiz. Men gap so'z qilmay, keyinroq bir o'ringa kelib o'tirdim. Avtobus ichidagi hamma odam menga qarab qoldi. Meni sangli qilayotgandek tuyulib, ichim bek siqildi. Kalvonligimdan bir qo'yim qoldirib qo'ymay, hammani navri fiklarimga berib atganim uchun o'zimni bir muncha tilladim. Loyiqimning ismi Yoqubjon. U ishtanni qirlab kiyib, kunda bir xil kiyim almashtirib, dang'imga hisobga qo'shdi. Bu tarbi bilan zamonaviy yigitlarning moda o'lchamiga yiqib tushdi. Lekin uning nimadir bir narsa kamchil. Sig'irlab deganda, u men yaxshi ko'rgan bolalar emas. Shundaqdimi, to'y ishing cho'nqib tushgan bo'lg'ash, ortiq bir narsa deyman. Yana ammamning gapi bo'yicha aytganda, muhabbatni tamom qilib yegili, pul o'rnida hajligili, eshak etib mingili bo'lmaydi. Asqatadig'ini yanala amaliy turmush maqsad. Uning ustiga beshangni kim siylasa, mashoyig'im shu, yenangda kim o'ltirsa, chiroyli qilish shu yo'lda. Uchinchi qism. Loyiqim mashina setib oldi. To'g'rirog'ini deganda, quruq so'lak boyvachchini yanala shu dadisi yo'ladi. 4 oydan keyin bo'ldigan to'yning g'imi bir yoqqa qilib, u mashina g'imiga tushgandan beri dadisining qo'ltig'idan chiqmay yurib, oxir Beyjing Shandaydan birisining burniga cho'lik o'tkazib, yetilab yurishga muvaffaq bo'ldi. Shuningdan keyin ishlar boshqacha bo'lib qoldi. Ba'zi kunlari atdiganda meni
ishga opirib qo'yish uchun shandaysini haydab kelib ishlar eng ko'p o'chadigan joyda darvoza yonida to'xtatib mashina aynigini tushirib yetib o'tgan kechganlarga po'chilik bilan qarab meni saqlab o'ltiradi. Mashinamni ko'may qilishma. Men o'z mashinamni haydab, Soniyani og'il keldi. Mendan boshqa kim shunda qila oldi? Har qitim uni shu holatda ko'rsam, u xuddi shunday deyotgandek bilaman. U mashina setib olgan dastlabki kunlarda meni asosan mashinada to'shib. Men tayyor shofir turg'ichida avtobusga qatirib, to'liq o'rtirib ishga berib kelishdan voz kechdim. Ammo ba'zida rahmatullohni yilqi mayjapan shofirni ko'rdim keldi. Yaqubjonning mashinasiga chiqquncha, mashina qo'zg'alguncha yoki kechda uning mashinasidan tushib, qo'ri ichiga kirib ketguncha ko'zlarim atrofdan yana uni izlaydi. Bu xildagi to'shishlarmi uzoq davomlashmadi. 2-3 haftalardan keyin Yaqubjon atligini ishga olib qo'ysa, kechda og'il kelmaydi. Kechda og'il kelsa, atligini kelmaydi. Bara-bara buni 2 kunda bir olib akilib qo'yishga o'zgartib, uningdan keyin men telefon qilib chaqirtmasam, ota-oydan og'il kelmaydigan. Demak, men yana Maychapanning didorini ko'rib, u haydigan avtobusda to'shilib yurdim. Men qaytalab avtobusga chiqishga boshlagan dastlabki kunda Maychapan xuddi meni tunji qitim ko'rayotgandek ko'zlarini kerib qaradi. Chiroyida ozroq hayajon ham hayronlik alamati o'ynab turadi. Tig'i ixtiyorsiz qurtilish tushdim. Men pul sanduqiga bir qo'y pulni tashlagandan keyin uning yana rappiga qarab etib, taraqshib dastlab avtobusning kayniga o'tirdi. Demaginim bilan uni ko'rgandagi hayajon, ko'zlar uchrashgandagi tatliq sezimning xushalliqi ichimda nashrab o'ynab, yuragimni pulg'ashib so'rib yuradi. Mag'rurliqim chandırışqa yo'l qo'ymaydi-yu. Ko'zlarim mendan necha metr yiroqlikdagi shofir o'rindiqda o'tirgan Maychapan tarafga og'adi. U oldidagi kichik aynakdan meni ko'ra olamdi-yu, buni bilmayman. Ishqilib, u degan kaynini ko'rish ayb. Agar meni ko'rgan bo'lsa, o'ziga kayndan qarab o'tirganimni cho'qim bayqadi. Manzilga borganda hammaning oxirida mashinaga tushdi. Odatda to'liq avtobusni to'xtatiblar, yo'lovchilardan burun avtobusdan tushib bo'lgan Maychapan bugun joyiga mixlab qo'ygandek qimir-qimir. Yig'i ko'zlarim menda chiroyli ajablanish. Men uning yanida qitim qaradim. Ondan avtobus eshigiga qarab mondim. Biroq avtobusdan tushguncha uning boyi men qarab turgandagi holati ko'z oldimga kelib, ixtiyorsiz kulib tashladim. Odatda dam ilishimning tushdan buruni uy tozalash, qirqat yuyish, sovg'a qilish bilan o'tadi. Tushdan keyin tarafda yo do'stlarim bilan ko'rishma, yo bo'lmasa o'zim yolg'iz g'aribcha tamoqxonaga berib, sixyan yo'qalamchisi bilan qahlangan to'g'riqqan tegigash telefon o'ynayman. Bu mening uzoq vaqtlik odatim. Yana kelib sixyan yo'qalamchisi bilan qahlangan qanotni qanotla yaxshi ko'raman. Bir dam ilish kuni tushdan keyin tarafda yana g'aribcha tamoqxonaga bordim. Lozimliq narsalarni buyurtib, pulini to'lagandan keyin doim o'tirgan o'rniga o'tirdim. Kutkuchi men buyurgan narsalarni akilib, oldimdagi ustalga tizayotganda, tuyuqsiz mendan necha o'rin jiroqlikdagi ustalda bir qiz bilan udul-udul o'tirgan tonish bir chiroyli ko'zim tushdi. Uni kimdir deb necha daqiqa, nada ko'rganda mendan yana necha daqiqa o'ylanib qoldim. Shu xiyol bilan bo'lib, kutkichi qizga rahmat deyishni unutdim. Men tarafga kaynini qilib o'tirgan uzun chachliq o'riq qizga yuzlanib, nimalar haqida deb qarab qo'ygan qo'ydi. Qo'shilma qashliq. Qisqa chachliq u chiroyning yilqi Maychapanning chiroyi ekanligini bildim. Biroq danglik markalik ko'rmaydi. Esli qo'l soat. To'xta. Oyoq ishtonlari. Ana. Endi yuziga qo'ngan to'pchangni ko'z tufaylidan olib oqirib turgan esli xurum oyoq. Sizg'ishni tiklab qo'ygandek qirchiqirib olgan qorrangli shim. Kasalat. O'rnidan bir turayotgan bo'lsa-ku,
beliga taqib olganning qaysi marketga balbaq ekanligini bir bilib olgan bo'lsa. Undaq o'ylaganim bilan erlarning kiyimlarini uncha tushunib ketmayman. Baribir hozirgi muhim masala bu emas. Muhimi kiyinishlari loyiqim Yoqubjonga. Chiroyi Moychapan Rahmatullohga o'xshaydigan bu yigit zodi kim? Ko'z oldimdagi bu ishlarga hayron bo'lmay desam, aqlim yetmaydi. Acaba Moychapanning qo'shgisiga bormidi degan xiyol kallamda 5 minutcha aytib yurdi. Lekin bundaq emasligi hayol o'tmay ayon bo'ldi. Chunki yiliq tonish chiroy meni ko'rgandan keyin boshda hayron bo'ldi. Ondan beshni suslanishtirib salom qilganini ko'rdi. Demak, u meni tanıydı. Meni tanigan ekan, u cho'qim Moychapan shu. Agar qo'shgisiga bo'lsa, hargiz meni tanimaydi. Salom qilishim mumkin emas. Moychapanni hargizmi bu siyaqda tasavvur qilib boqmagan edim. Shunga u yilqi uzun chachli qiz bilan yondashib, tamaxondan chiqib ketganga qadar uningdan ko'zimni uzamay qoldim. Balkim bu qiliqim adabsizlik bo'lgandi. Ammo ko'zlarim bilan hayronligimni boshqaramadim. Shu xayollar bir kech kallamni qo'ydi. Naskunning birida hayotimda paydo bo'lgan bu Moychapanni eng muhim kishimdek bilib olganimga ochchig'im kammis keladi. Qandoq bo'lsa bo'ldi. Uning loyiq borligi inoq. Yo'q. Bugungi alohida yasnishlarga qaraganda u qizni cho'qim biroz tanishtirib, andin ko'rishga o'rinlashtirgan. Yasnishlarmi o'sha o'rinlashtirgan odamning to'pisi ekanligida shak yo'q. Boshqa kundagidan 20 minut burun uydan chiqdim. Moychapan haydagan avtobus xeyli uzun ekan. Tunugin ko'rganlarimning hammasi tushundik. U bugun shopir o'rindig'ida yiliq vayrona eski tuskilar bilan o'tiradi. Pul sandiqiga bir qo'yni tashlag'icha ko'zim uningdan neri bo'lmadi. U bo'lsa menga parvomi qilmay telefoni bilan haplashib o'tiradi. Menga diqqat qilsa degan niyatda pul sandiqi endi qisqila turdim. Yana diqqat qilmagandan keyin sumkamni mo'ramga olgan bo'lib, pul sandiqi yendagi temir to'saqqa qattiqroq tekkizib qo'ydim. Lekin yana jim. Kaynimdagilarni saqlatmaslik uchun o'rindiqqa qarab